Nima qilyapsan mashinamni oldida? Turmamda. Amaki, baloningizni qoraytirib qo'yayotgandim. Onamlarga yordam bo'lsin deb chiqdim. Hammang bitta gap yotlab olgansanlar. Onam kasal, u bu. Shunday jonga tegdilaring-ku. Orbek aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Gapingizni eshitib qoldim, aka. Asabingizni nima qilasiz? Ko'rmaysizmi? Bittasi keladi, baloningizni qoraytirib bering deydi. Bittasi kelib salfetka olasizmi deydi. Shunaqalar ham ko'payib ketdi-da. Asabiylashganingizga arzimaydi. Siz bo'lmasa boring. Men o'zim bu bola yaxshilab tushuntirib qo'yaman, aka. Yo'qki, vrachka. Yoqqari. Oting nima sani? Kamran. Ha, malades. Bo'lmasa meni ham balonlarni chiroyli qoraytirib berasanmi? Xo'p bo'ladi, amaki. Bunaqa qoraytirib ber. Bunaqa insonlardan xafa bo'lmang, hop. Amaki, men bunaqa insonlarni har kuni ko'raman. Nimaga bunaqa payt maktabda emassan? Mana bunaqa yurishingda uyinglarni, adanglarni, oyinglarni xabarlari bormi? Adajonim 1 yil oldin avariya bo'lib olamdan o'tganlar. Onajonim maktabda farrosh bo'lib ishlaydilar. Onamlarni har kuni ishdan kelganlardan keyin bellari og'riydi. Ro'zg'orga yordam berish uchun shoddaman. Shunaqa degan amaki yoki tog'alaring yo'qmi? Bor. Sizlarda xabar olib turishmaydimi? Adamlar bor payti hammalik kelishardi. Adamlar olamdan o'tganlardan keyin hech kim kelmay qo'ydi, amaki. Ha, hammasi tushunarli. Mayli, turinglar ukam. Men pul. Mana shuni. Bo'tta ko'p-ku, amaki. Ovur kobra ukam. Sen haqiqiy erkaksan. He, amaki, men hali yosh bolaman-ku. Katta bo'lganimdan keyin erkak bo'laman. Sen o'zing tengi bolalar bilan o'zingni solishtirib, men yosh bolaman dema. O'zingni o'sha bolalarni otasi bilan solishtirgan. Hopli bolam. Rahmat, amaki. Nimaga rahmat deysan? Hozir borib bu pulga uyga ro'zg'or qilaman. Oyimlar bugun raja xursand bo'lgan bo'ldilar. Ertaga oyi ishga chiqmasam dam oling deyman. Faqat bergan pulingizga rozi bo'ling, amaki. Roziman bolam. Men roziman. Sendagi farzandni ko'paysa, men roziman. Suratni onaday bilib, devorga qo'yibsan ilib, ko'ngli yarim qara ko'zim, yurak bag'ri yara qo'zim, qara ko'zim, qara ko'zim. Qorlar erib, bahor qaytdi, seni yetim deb kim aytdi? O'z yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib xursand qiling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul.